imtihondan yiqilib chiqding debdi yosh bola do'stiga. Alisher Navoiyni nechinchi yil tug'ilib, nechinchi yil o'lganlarini bilmadingmi? Xarib. G'azal mulkini sultonini salub. Shariatning papasini tug'ilgan yilini, o'lgan yilini bilmaysanmi? Xarib. Portretlarini tega yozib qo'yibdi, 1441-yil tug'ilganlar, 1501-yil bandalini bajo keltirganlar. Shuni xitlamadingmi? Xarib. Chekkinchi bilmadim, men sotkalarning nomeri bo'lsa kerak deb o'yladim. Nima? Vallahi yosh. Sotka telefon bilan Tariq muzeyda yuribdi. Allo Gulli, Amrolimxonni taxtiga o'tirib olgan. Gulli desa muzey xodimasi kelib, bolam, Amrolimxonni taxtiga o'tiryapsiz, turing. Hozir xonlar xalaqit qilmaydi. Allo Gulli, o'g'lim, siz Amrolimxonni taxtiga o'tiryapsiz, turing. Hozir opam qarang, men harf emasman, tushundimmi? Olim akani joyi ekan, biratan kesim turib ketaman, shoshmay turib. Allo Gulli. Hamma qo'lida sotka telefon. Hayvonlarning qo'lida ham sotkanmishda. Sher bilan buqa choyxonada osh yeb o'tirgan ekan, sherning telefoni jiringlab qoldi. Sher jim, xotinim, alo, hozir boraman, hozir. Desa buqa rasa kulibdi. Sen hayvonlarning shohi sher bo'lib turib, xotiningdan qo'rqasanmi? Desa sher aytibdi, ho'kiz. Seni uyda mol kutsa kerak, meni sher kutadi, sher debdi.